Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tiri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlaridagi o'rnini bilib olsak qandaq? Nazim nog'ra challadi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yegili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina. Kelning liviga berib qomgina. Hay bodek tiyin, mengishing qiyin. Nima ko'rsang yeb, qolsan keyin. Ketmen çapar dadıla, otun tirer anıla, kılıdığan işi yok, oynap yürər balıla. Kichik do'st, siz yuqorida ikki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa nanı qo'ysak ana bo'ladi. A ne ana, ana. Tiyin bilan kepinak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'rini aytib qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'riga yaqinlashibdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'rini tashlab etibdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurga nay yiqayotganligini, qizirib pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning oqisidan qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishyapti va Boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasang qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bundoq ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. "Endi qanday qilaman?" deb so'rabdi tiyin ochchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunda qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini tunganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ilmadi. Ular tiyin boyi tashlayotgan nag'irning qishiga kelganda, tiyin kepinakka "Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin." deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsha aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinak kelgin jon do'stim. Bu güzel bağcamda pervaz qilgin şat. Shunda qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Tiyin kepinakka nag'irni egisiga olib berib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi.